Do'stlar yaxshimisizlar? Sog'lar joyidami? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, JSPinbetda balans ko'taramiz. 5.552.000 so'm pul bor. Xo'p, Gamesda harakat qilamiz ko'tarishga. Yangi chiqqan Gameslardan o'ynab ko'ramiz bolalar. Yangi chiqqan Games qaysi biri bor? Games. JSPinbetda, по-моему, ko'pi yo'q ekan Gamesda. Yo, bor ekan. Adashibman, uzr. Hop, qaysi birini o'ynasak bo'ladi? Qulayroq shot ko'tarishimiz. Qaysi biri? Qaysi biri? Qaysi biri bor ekan? Bunday qilamiz. Bola 18 yoshga to'lmagan va o'ziga ishonmagan insonlar bo'lsa, bu o'yinlarda o'ynash qat'iyan taqiqlangan. Biz hech kimga bu o'yinlarda o'ynanglar deb maslahat bermaymiz bolalar. Yangidan ro'yxatdan o'tinglar bolalar. JSPinbetda yangidan ro'yxatdan o'tib, Escule degan promokodimiz turibdi mana ro'yxatlar ekranlaringda. Ro'yxatdan o'tib, bonusni o'zlaringniki qilinglar. Bolalar haftaning turli kunlarida cashback va promo ballar taqdim etiladi va haftaning turli bir oydan o'tgandan keyin bolalar, bir oydan o'tgandan keyin haftaning turli kunlarida sizlarga kontorani o'zi bonus sifatida, endi bilmayman miqdorini belgilanmagan, endi aktivliklaringga qarab pul tashab beradi bonus sifatida. Uni atgrad qilib olsalaring bo'ladi bolalar. Xo'p, ketdik bo'lmasa. Qaysi o'yin bizga kerak? Yana bolalar shu kristaldan ko'tarib qo'yaylik. Harakat qilamiz. Xo'p, 6.000 dan 5 ta uramiz. Ikkita. 0.5-0.8 koeffitsient kutamiz 3 ta. 0.5 bor. 0.8 kerak. Yo'q. 4 ta. 4 koeffitsient. 5 ta mana. 0.8 bor. 0.5 yo'q lekin, по-моему. Bo'ldi, bitta 0.5 kamlik qildi. Xo'p, 60.000 ga. Xo'p, 600.000 ga. Yana bitta risk. Yana bitta. Davay. 0.3. Xo'p, yana bitta uramiz. Yaxshi. Yana bitta. Hatto 5 koeffitsient. Judayam zo'r. Qaysi biri o'ynaydi biror narsa? Billat. Xo'p, qaytamiz. 300.000 ga uramiz. 0.3. Strategiya qilib ketaveramiz joyiga bolalar. O'xshaganiga qarab. Xo'p, 600.000 yana bitta uraylikchi. Qizil kelsa o'ynaydi. Yo'q. 0.3 berdi. Yana bitta 600 ga, yana bitta. Bo'ldi, по-моему, endi. Oh, bilan 1.5 koeffitsient. Bitta qizil kesami? Bitta. Bilan bu yoqda bo'lmaysami? 2 million. Xo'p, yana bitta. Qaytar endi. Judayam zo'r demoqchiman. Qaytar. 0.5-0.8 endi o'ynadi. Suka, mana shu koeffitsient kutgandim-da, bilat. Dagon qilib ketmoqchi edim. 0.8 o'ynadi-ku, mayli-da. Voy, bilat, shuncha narsa o'ynadim. Xo'p, endi bolalar qaranglar, mana shu mavzuni hozir birdan anaqa qilib ketay, sizlarga yoritib ketay. Mana 4 koeffitsient. Qolgan pulni хотя бы o'zimiz pulni qaytarib olishga ko'tni qisib, kam summadan urib ko'tarib olamiz endi, iloj yo'q. 2 koeffitsient.
bilan bu ham o'ynaydi. What? 5 million bilan kirdikmi, 5 millionni o'zi qaytarib olishga harakat qilamiz. Qizillar o'ynashi kerak. O'ynamadi. 192 ga 0.8 berdi. Yana bitta 192 ga uramiz, yana bitta. Davay. Yo'q. Max qo'yamizda uramiz. Voy bilan, ke yana. Yana bitta. Yana bitta. Isyo bo'ldi. O'xshamadi bugun. Men bolalar qanaqa anonsiz sizlarga qo'yapman. Promo kodimiz JSPinbetda SQL. Sog' bo'lasizlar.